Assalomu alaykum boks muxlislari. Mana Allohga shukr, Ariyatdan juda chiroyli g'alaba bilan yetib keldik. Erkaklar terma jamoasi 3 ta bokschi bilan qatnashdi va 3 ta bokschimizni 2 ta oltin bilan eng yaxshi natija bilan qaytib keldik. Chunki bu tarkib, bizning tarkibimiz yosh tarkib va 3-raqamli tarkiblar edi. Chunki oldimizda hozir Jahon kubogi bor, oxirgi etapi. Chunki bizda 1-raqamli, 2-raqamli bokschlarimizga olimpiadaga ochko beradi. Shuning uchun biz 3-raqamli yosh tarkibni olib borib va unda ham eng yaxshi jamoa bo'lib, eng yaxshi natija bilan qaytib keldik. Xudo xolasa oldimizda turgan keyingi musobaqalarda ham bundan ham yaxshi natijalar qilib, keyingi 2026-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ham bundan ham yaxshi natija qilib, o'zimiz ustimizdan ishlab, yana bir bor dunyoda, Osiyoda tengsizligimizni isbotlab, yurtboshimizni, xalqimizni xursand qilamiz. Bu musobaqa ham juda katta musobaqa, 4 yilda bir marta bo'lib o'tadigan islom davlatlari o'rtasida musobaqa, juda kuchli musobaqa, bizga kerakli musobaqa, chunki yosh tarkib bilan borganimiz uchun bularga keyingi Osiyo chempionati, Osiyo o'yinlarida, jahon chempionatlariga katta turtki bo'ladi. Xudo xolasa umumjamoa hisobida barcha sportchimiz, delegatsiyamiz ham hammaga omad, qolgan sportlarim hali ko'p sportda bo'lmadi. Xudo xolasa qolgan sportchilarimizga ham barchasiga omad, yaxshi natija bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni olib, vatanga qaytishiga tilakdoshimiz. Xudo xolasa hammalaringga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, duo qilib turinglar. Xudo xolasa kelajakda yaxshi tarkibni, yana yangi tarkib bilan yangi marralarga erishamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, O'zbekiston ahliga, shu bizni kuzatib turgan barchaga qo'llab-quvvatlab turgan. Avvalambor musobaqa juda chiroyli o'tdi. Bu musobaqada birinchi marta qatnashdim. 18 ta davlat orasida. Birinchi bo'y Nigeriya, hammasi yaxshi. Saperniklar o'zimizga nima desa bo'ladi, mana shu trenerlar bizga qo'ygan yaxshi taktikalari bilan o'zimizni qo'llab-quvvatlab, mana shu nima qilib turgan xalqimiz duosi bilan g'alaba qozondik. Bunga bizga shunday sharoit yaratib berib turgan prezidentimizga, mana shu mudofaa vazirligiga, barchaga kattakon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan yoshlarga ishonch bildirib turganlariga. Musobaqa juda chiroyli, mana faxrli birinchi o'rinni olib qo'lga kirib keldik. Bundan keyingi orzular Xudo xolasa biz to'xtab qolmaymiz. Yo'limizda jahon chempionati, olimpiada, Xudo xolasa vatanimizga yana oltinlarni qo'shib davom etamiz. Yurt bayrog'ini balandlarga ko'tarishga harakat qilamiz. Islom birdamlik Amerika o'yinlarida birinchi o'rinda oldim. Jarishimiz qiyin bo'lib o'tdi. Finalda Ozarbayjonlik sopernigim chiqolmagan sababli birinchi o'rinda oldim. Polfinalda Eronlik Prizor Mirda jengishga erishib finalga chiqdim, keyin o'rin oldim. Finalga chiqmadik. Finalda отказ berdi sopernigim. Taassurotlar hammasi zo'r. Tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi. Atmosferasi boshqacha bo'ldi.